Voy jonivorlar. Jonivorlar. Yap, maşallah. Mana dehqondan mol olaman deganlar, xudo xolasa ko'raverasizlar, kelaverasizlar. Mollar yoqsa, ekranda telefon raqam aloqaga chiqib kelib, ustida savdolashib olaverasizlar. Dehqondan olaman deganlar mana. Mana qangi tog' bag'rida boqilgan mollardan olaman deganlar bormidi mana? Faqat apparatda sog'iladi. Apparatda sog'iladi. Bular yuvosh, apparat sog'iladi. Bemalol shu 2 mahalda 25 ta sut beryapti bu. Tutaylari sog'lommi, to'ravergan? To'rayapti, javob beramiz. Sog'lom kelib, sog'ib olishaveradi, bir kun turib, ko'rib olishaveradi. Ha. Kelsa, albatta yetib kelsa, kechgacha kutib turib, sog'ib olib, sutini ko'rib, ikkovini ham sutiga baho berib. Yo'q, sog'laveradi. Sog'laveradi, keyin odam bizdan o'roq qilmaymiz, ochig'ini aytaveramiz. Mollar sog'lom. Gap yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. 22 mart haftaning yakshanba kuni 2026-yil biz Farg'ona viloyati Quvasoy shahridamiz. Shu yerda dehqon akamizdan sotiladigan 3 bosh mollari bor. Ikkitasi suti bor, bo'g'oz mollar ekan. Bittasi birinchi qoringa bo'g'oz. Xudojin. Necha oylik bo'g'oz bu? 3 oylik bo'g'oz. Assalomu alaykum. Avvaliga salomlashib qo'yamiz. Obunachilarga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hammalar yaxshimisizlar? Akamiz savdo qilayotganda hammasiga savdosiga baraka, olti-sottiga baraka. Mollarimiz bor, 3 bosh mollarimiz bor. Ko'rib baho berasizlar. Buni g'onajin. Aha. Bo'yi 1.35-40 chiqadi. 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik bo'g'oz. Ko'rinishi o'stiradi. Kurashish chiqarganmi? Kurashish chiqarmagan. Chiqaradi xohlasa. Aha. Shu kurashni chiqarmagan ekan, bo'ylarini 1.35 plyusga olaverasizlar. Yeb ichi sog'ligi Joyida. 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 Xudo xolasa unisiga muammo yo'q. Mana molda endi akamiz o'zini boqib turgan mol ekan, bugun kelib, kecha kelib, bugun ketib turgan hayvon bo'lsa aka. Yo'q, unaqa emas. O'zimizda katta bo'lgan bo'zaklar bular. Gap yo'q. Xo'p, endi narxiga o'tamiz. Videoni qisqa qilamiz, narxini aytib qo'ya qolamiz, xudo xolasa. 2 million so'm menga 32 million so'rayapmiz. Kelishaveramiz, xudo xolasa. 32 million so'm kami bor. Kami bor, kelishaveramiz. Kami qancha? Ko'pmi? Endi kelishaveramiz. Ha, bor kami, xullas. Kam bor, kelishaveramiz. Ozgina video davomida ham tushib qo'ymaymizmi? Mayli. Endi molsizligi yopishtirib ketgan yaxshi. 30 deb qo'ya qolsak bo'lmaydimi? Qani kelishaversinchi aka, xudo xolasa. 30 kam bor, a? Gap yo'q, 30 million kam bor. 3 oylik, bo'ylari 1.35 plyus ekan. Akamiz o'lchab ko'rdik dedi. O'sha polvon variantidan mana. Xo'p. Aka, buni olib kelavering-chi, navbatdagisini olib chiqaveraylik-chi. Tutaylarni ko'rsatib qo'yaychi. Mana tutaylari. Aka, shu bitta ikkita so'kali bor shekilli. So'kali bor, yo'lni qo'yishadi, xudo xolasa tushadigan narsa. So'kali muammo bas. Chiqib qolgan ekan. Bitta ilashib qolgan joyi bor, bitta ko'rib chiqadi, xudo xolasa strachni bor. Ha. Hamma yo'q bo'lgan. Ha, sog'ligi zo'r. Ha, endi men ko'rdim, endi aziz obunachilar, endi sizlarga ko'rsatib qo'yapman, lekin molni holatlari zo'r. Akamiz emlamalari qilingan, vaksinalar qilingan, ishonarli joyidan deyapti. Ularni ham olib chiqalasizmi tashqariga? Aha. Bo'lmasa videoni shu yerdan to'xtatib turaman, akamiz olib chiqib oladi. Akamiz molni ushlanmadi, endi haydab tashqariga olib chiqaman deyapti. Yurgan joyida ko'rsatib qo'ya qolamiz. Aka, bular ma'lumotini berib turaveramiz. Bular bo'g'ozmi ikkalasi ham? Bo'g'oz, mana shu bo'g'oz, joyli bo'g'oz yuryapti, xudo xolasa. O'zi qilingan-a? Ha, bular ko'rilgan, bu o'zi qilingan yo'q. Ha. Oshgan, xudo xolasa etib qoldi, joyli bo'g'ozni men qilyapman, joyli bo'g'oz. Tekshirib olishaveradi degan odam. Bo'g'ozga beraverasizmi siz? Beraveramiz, xudo xolasa. Ha. Joyli suti nechta suti bor? 25 ta suti bor. 25 ta shu yerda sog'ib turibsiz-a? Gap yo'q, mana 25 ta suti bor, 3 oylik bo'g'ozga deyapti akamiz mana. Nechinchi qoringa bo'g'oz shunda? Qoringa bo'g'oz aka. Bitta tuqqa, ikkinchi qoringa bo'g'oz. Hop, qorasi chiqsin-chi, mana olib qorasi. Chiqchi jonivor. Shoh qilganmiz buni. Ha, mayli, bog'lab oling-chi aka. Yeb itishlari zo'r ekan, xudo xolasa. Yeb itishlari yaxshi. Semental buzoqcha ham bor ekan-da. Ha. Voy, gap yo'q mana. Aka, bular yashur kasalliklardan xolimi, xudo xolasa? Kasalliklardan xoli, mana bunimiz
Birinchi tuqqan, ikkinchisiga buni 10 kun bo'ldi buqaga qo'yganimizga. Ha, birni tuqqan, ikkiga buqaga qo'yib qo'yildi. Qo'ydik. Suti nechta? 15-20 ta, xudo xolasa. Hozir 15 soat turibmiz. Ha. Shu buqaga qo'yilgancha sutimiz qaytargan-ku. Ha. 20 taga chiqarib olamiz yana, xudo xolasa. Sutga bilan polvon ko'rinib yo'sira. Onamiz xudo xolasa bo'yish. 150 chiqib bo'lsa kerak. Bo'yi 140 plus ham duraylik aka. 150 ga. Ha, 140 plus ham duraylik. Hozircha 15 ta sut berib turibsiz-da. Shunaqa. Ha, endi o'sha kuyikkanda Kamayadi deyshadi. kuyikkan holatida kamayibdi-da. Ha, kamayadi, yana qo'shib oladi. Xo'p, kuragi nechta ekan buni? 2 tish aka buni kuragi. Ha, bitta tuqqan 2 kurak, endi kurak. ikkinchi qoringa 10 kunlik qo'yib qo'yilgan deyapti Qo'shgan, akamiz. Endi qochganini hisob olyapmiz qani, endi buni gumon lekin. Ha, endi olgan odamga endi ag'i lotereya, o'sha qochgan bo'lsa yaxshi. Shunaqa. Shunaqa. Aka, narxi qanaqa buni? Narxini buni 38 million deyapmiz. Kam bor. 38 million kam bor. Hop. Ancha arzonlatib berasizmi, xudo xolasa ishqibozlar telefon qilsa? Ha, kelishtirib berasiz. Qo'yib yuboringchi aka buni ham. Shu beramiz, xudo xolasa. Bu aka, bu tog'lar makoniga kelib qolibmiz va tog' qo'ynida bu toza havoda yurgan mollar ekanda bular, ha? Gap yo'q mana. Yeb ichishlari zo'r ekan mana. Endi aka 3 oylik bo'g'oz deganingizga keldi navbat. 3 oylik bo'g'ozimiz buni 40 million deyapmiz. Xudo xolasa buni ham tushib beramiz. Hop, 3 oylik bo'g'oz narxi 40 million kam bor o'sha archa quloq mollardan ekan. Ko'rib o'zlaringiz bahosini beraverasizlar. Yeb ichishlari yaxshi ekan mana. Tog' bag'rida yangi chiqqan maysalarni yeb yurgan mollardan mana. Aka, telefon raqamini aytib qo'yamiz, ha? 91lik 676 91lik 676 91 98. 91 98 akamiz o'zini firmasida boqib turgan mollar ekan. Sotaman dedi, shunga biz taklif qiluvdi. Kelib mana qo'ldan kelgancha obzor qilib berishga harakat qilyapmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bittadan like tugmasini ayamaysizlar. Kanalga mehmonlar obuna tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Aka, bularni sog'dirishlari qanaqa? Sodiqa o'ta yuvosh. Apparatda sog'amiz. Ha. O'ta yuvosh. Bular faqat apparatda sog'iladi. Apparatda sog'iladi. Bular yuvosh, ha. Apparat sog'ilib, bemalol shu 2 mahalda 25 ta sut beryapti bu. Tutaylari sog'lommi, to'ravergan? So'rayaptilar, javob beramiz. Sog'lom kelib, sog'ib olishaveradi, bir kun turib, so'rab olishaveradi. Ha. Kelsa, albatta yetib kelsa, kechgacha kutib turib, sog'ib olib, sutini ko'rib, ikkovini ham sutiga baho berib. Yo'q, sog'laveradi. Sog'laveradi, ha. Keyin odam bizdan o'roq qilmaymiz, ochig'ini aytaveramiz. Mollar sog'lom. Gap yo'q. Aka, endi aytib qo'ygan yaxshi, chunki aytib qo'ygan har doim yaxshi-da. Ozgina yelinida so'kali bor ekan, endi. Bitta so'kallari bor, endi bular, lekin shu bilan biz sog'ib yuribmiz. Nasi yo'q, ha. Bundan bir bu yeliniga ziyon joyi yo'q. Buni endi obunachilar ko'radi, misol uchun ko'rib yurishgan bo'lsa kerak. Gap yo'q. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar. Narxlarini buni 38 million baho aytdi mana. Bunisini 40 million dedi. Aka, ancha kami bor, kelishtirib beraverasiz. Gap yo'q aka. Alloh hamma chorvasiga baraka bersin. Aka, siz ham bozoringizni beraversin. Aka, siz ham bozoringizni berib, kanalingizga rivoj bo'lsin. Obunachilik ko'payib, savdoingiz bundan ham yurishsin. Gap yo'q. Tan joningiz sog' bo'lsin aka. Alloh hamma chorvasiga baraka bersin. Hamma o'ylagan yaxshi, ezgu niyatlariga yetkazdirversin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mollar yoqqan bo'lsa aloqaga chiqib, kelib ustida savdo qilib olishni tavsiya qilamiz. Kelaverasizlar.